qanaqa qilib qurilishni bir necha barobarga tezlashtirish mumkin? Hozir shuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Albatta bu hazil edi. Birinchi bo'lib aniq reja va smeta bo'lishi kerak. Bu keraksiz kechikishlar va ish davomida nimadir yetishmay qolishi yoki ortiqcha xarajatlarni oldini oladi. Va sifatli instrumentdan foydalaning. Pul tejayman deb arzon sifatsiz instrument olib qo'yasizlar va ishinglar cho'zilib ketadi. Sifatsiz mahsulot qanaqa bo'lishini o'zingizlar bilasizlar. Tajribali usta bilan ishlaylik. Chunki tajribasiz odam bitta ishni 2-3 marta qayta qiladi yoki qilgan ishi o'xshamay qolishi mumkin. Tajribali usta ishini aniq va toza qiladi, bittada o'xshatib beradi. Natijada sizlar ham vaqtingizdan ham pulingizdan tejab qolasizlar. Kerakli bo'ladigan materiallarni hammasini boshida olib qo'yganingiz yaxshi. Chunki ish davomida materiallar tugab qoladi. O'sha material tugagandan keyin ish to'xtaydi. Bunda sizlar material qidirib chiqib ketasizlar, qidirib kelguningizcha vaqt yo'qotasizlar. Undan ko'ra boshida hamma materialni olib qo'yganingiz yaxshi. Sizlar qurilishni tezlashtiradigan qanaqa yo'llarini bilasizlar? O'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu videoni qurilish tez tugatmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.